Uchtepa tumani Foziltepa mahallasi hududida joylashgan qurilish mollar bozori tegishli tartibda davlat yong'in nazorati tekshiruvdan o'tkazilib, bir nechta yong'in xavfsizligi qoidalarini qo'pol ravishda buzilishi aniqlandi. Jumladan, barcha elektr simlari tartibsiz ravishda joylashganligi, elektr sim kabellari, elektr qurilmalaridan foydalanish qoidalariga rioya qilinmagan holda betartib tortilishi, do'konlar orasida yong'in tarqalishini oldini olish borasida devorlar mavjud emasligi kabi kamchiliklar aniqlandi. Hozirgi vaqtda barcha aniqlangan kamchiliklar to'liq bartaraf etilgunga qadar bozor faoliyati vaqtinchalik to'xtatildi. Bugun erta tongda bozor hududidagi ayrim do'konlarda yong'in xavfsizlik qoidalarini buzilishi natijasida yong'in sodir bo'lib, qutqaruvchilarning tezkor harakatlari natijasida yong'in boshqa joylarga tarqalib ketmadi va bozorning katta qismi saqlab qolindi. Hurmatli fuqarolar va tadbirkorlar, Favqulodda vaziyatlar vazirligi sizlardan yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya qilishingizni so'rab qolamiz.